Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2024-yili 8-oyning 10-kuni shanba. Men Amerikaning Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq ikki haftada qiladigan naq maydonni hozir boshlayman. Bugun so'zlaydigan jami 4 cho'ng mazmun bor. Uniki birisi Uyg'urlar haqidagi xabarlar. Ehtimal hammalar anladinglar. O'tgan hafta 8-4 Dünya Uyghur Qurultayı'nın 8. növbetlik qurultayı üçün tanlanğan, saylanğan vəkillərniki bir tor yığını bolğan. Şu yığınınki axırda Dünya Uyghur Qurultayı'niki reisi inimiz Dolqun Aysa iki qararını oturup qoydu, özünün qararını. Onunki birisi özünün qararı, birisi şu Dünya Uyghur Qurultayı'nın rəhbərləri qalqan qararı. Onu desanlar, bunun iki hafta burun Dünya Uyghur Qurultayı 3 tekshirish organları bilan ko'rishib, ularning ichidan birini tanlab, Dolqun Aysa ustidan tashqi tekshirishni boshlabdi ekan, ikki haftaning oldida. Majlisni ichilgan chog'da bir hafta bo'lgan vaqt Dolqun Aysa e'lon qilgan vaqtida hozir shu tekshirish organi tekshirishni ep berib o'tibdi. Dolqun inimiz shu tekshirish tugab bo'lganchilik Dünya Uyghur Qurultayı'daki vazifasidan to'xtab turish vaqtliq vazifasini to'xtatib turishni qaror qildi o'zi. Shuni e'lon qildi. Bu qarorni anglagandan keyin Dolqun inimizniki chiroyidagi ifodalarni ko'rgandan keyin parishonlikni meniki ko'nglim buzildi. Bir haftadan buyon asli gap olmadim men. Nimishqa deganda Dolqunniki ahvolini men bak yaxshi bilaman endi. Bizdeki o'qigan maktablarimiz o'xshash. Dolqun boshlang'ich maktabni qaysi maktabda o'qidini bilmayman. Biz o'qigan o'rta maktabmi o'xshash, oliy maktabmi o'xshash, oliy maktabdagi o'qigan fakultetmi bir fakultet. Ashta boshqa ayni vaqtda Xinjiang universitetida o'qiyotgan vaqtida uning qilgan ishlarini hammasini bilaman boshdan oxir. Keyin o'quvchilarni qo'zg'ab, nurg'un ishlarni qilib, keyin bu vaqtda tekshirilib vaqtida uni ko'rgan, uni bilaman. Qo'llarni qilganligini bilaman. Qo'llarni qilinib maktabdan Aqsuga berib, Aqsuda maktab echib, Mangdusa shikoyat bo'lgandan keyin hukumatdan uning to'xtab qolganligini bilaman. Hukumatdan unga deb, sen bundan keyin o'qitish ishlariga yaqin kelsan bo'lmaydi, sen butunlay cheklanding degan unga. Shuning bilan Dolqunimizmi intayin qattiq zarbaga uchrab, nima qilishini bilmay, nurg'un ishlar bo'lgan. Keyin ishga berib sargardon bo'lib, u yerdan Turkiyaga chiqib, u yerdan Germaniyaga chiqib, hamishani bilaman. Ashta boshqa bu qatimqi ishda tinkinaydi ko'nglim yerim bo'ldi. Endi yaqinqi vaqtlarda xalqaro shakllangan bir ahvol Dolqun Aysa garchi Dünya Uyghur Qurultayiniki raisi bo'lsa-mu, xuddi Sharqiy Turkiston bir davlat hukumatiniki raisidek xalqaro sahnalarda, xalqaro yig'inlarda boshqa yuqori darajali davlat arboblari bilan birga o'tirib, Uyg'urlarga vakillik qilib ishlarni ep borgan. Bu ko'rinishlar odamni intayin hayajonga soldi. Uyg'urlar dunyodagi nurg'un millatlar seçti olsak, biz kichikroq millat nüfus jihatdan o'zimizning kuchimiz bak ojiz, iqtisodiy jihatdagi kuchimiz boshqa jihatdagi talantli kishilar jihatdagi ashunaq turibmi Uyg'ur davosini taraqqiy qildirib, shunaq bir darajaga olib borgan. Bununla Tibetler'in ait kol koydu. Tibetler ne kuchli, biz qaranca kuchliq, lekin nurg'un ishlarda Uyg'urlar ishlarni yaxshiroq qildi. Mashta bir holat kelgan chog'da bu ish yuz berdi. Ashta boshqa nayte ko'nglim yerim bo'ldi meniki. Endi ishlarni Dolqundek bir darajaga olib borishda mustashni yetaklayotgan odam uch shartni hozirlash kerak. Birisi talant iqtidori bo'lishi kerak. İkincisi fidakarlık ruhi buluş gerek. Üçüncüsü iğir bedel tögen buluş gerek. Dolqunniki fidakarlık doğruluq ben köp yakmasam mı buludu sizler. Anam ben talant icadetin. Fidakarlık ruhi mu acayip. Dolqun şu Uyg'urların işi özünün ki barını atvetkenlik için qalğan jihatdagi ishlarniki ko'pincha vazgeçkenlendi. Mesela bunun içinde bir dada iqtisodiy kirim yaratib oilani beqish kerak. Dolqun buni qilmadi. U narsani Uyg'urlar qaratdi.
Andikin dada bal tarbiyalashga qatnashish kerak bir oilada. Dolqun unimi qilolmadi. Dolqunniki bir vaqtda menga depagan bir gapi bor. Bir haftadak safarga chiqib, boshqa davlatlarga, boshqa yerlarga berib keyin qaytib kelib, bolalarga "Bola, men safardan qaytib keldim" desa, o'g'lim yoki qizimni birsi, "Dada, sen uyda yo'qmiding?" deb javob beribdi. "Sen birga ketganmi?" deb javob beribdi. Demak, Dolqun to'la sirtlarga chiqadigan bo'lg'achqa, uydan bir hafta chiqib qaytib kelsimi, bolalar bilmagan gap uni. Uyda bir hafta uyda yo'qligini bilmagan gapda. Mushundaq. Andikin eg'ir badal to'lash. Dolqunniki Şinjan Üniversitesi'nin qo'llandı bulunan vaqtında işidan başlap 88-yili undan keyingi to'lagan badallari intayin eg'ir. Apsi lagerda vafot bo'ldi. Bir akisi, bir inisi hozir turmada muddatsiz qamoq jazosini o'tayotdi Xitoyda. İşimiz qolmadi, tuqqanlar qolmadi. Mana ishlarni qilgan. Endi ashta bo'g'ashqa bu Xitoylar neçilden yakın qattiq tirishib Dolqun tushirtimiz deb. Zodi qilamagan bu ishni. Bu qatim bu ish yuz berdi. Ashta bo'g'ashqa meni ko'nglim bakirim bo'ldi. Endi nimaga boshqa millatlarniki, boshqa ellarniki ishlariga diqqat qilsanglar, tarixniki halqiliq paydida lider almashmaydi. Ziyonliq. Hozir Uyg'urlarni intayin bir halqi paytga kelgan. Bo'libmi Uyg'urlarning siyosiy davasi yuksak pallaga ko'tarilib, xalqarada bizni qo'llaydiganlar, bizga yordam qiladiganlar bo'lgan ko'payib deydi, ashtabilatga bo'lgan. Ashta bir vaqtda bu narsa yuz berishi odamni ichindirmay qolmaydi. Endi Amerikaniki tarixda o'tgan donliq bir prezident bor. JF Kennedy, u qaslab o'ldirilgan, maxfiy o'ldirilib, uni o'ldirgan qatil hozir qadar aniqlanib bo'lmadi. Bu Kennedy intayin donliq prezident Amerikan tarixida. Ayni vaqtda 69-yillari Amerikaniki oyga chiqish ishlarini mush prezident vaqtida qilgan endi. Ammo bu odam butun prezidentlarchida oshnani eng ko'p o'ynagan odam. Ko'p oshnasi bor. Lekin Amerika bu kishining tarifini qilgan chog'da uning oshna o'ynagan narsalarni qattiq qilmaydi. Asosan Uyg'urlar asosan o'qimaydi bu ishlarni. Lekin uniki qo'shqan to'pisi davomli tillarda daston ashta bo'lib kelyotdi. Clintonning ishini bilsizlar, Clintonmi bir qizilam bo'lgan munosabat ichida uning sirsiq proksi dunyoga taqalgan. Lekin prezidentligini tugatib andagan tushdi o'rnidan. Tarixda Uyg'urlardan chiqqan ulug' odamlar Uyg'urlarning qo'li bilan o'ldirilib, yo'qotilgan ahvollar ko'p. Ashta boshqa bu qatimki ahvol shularga davomlashishmi? Men bu to'g'ri narsa demayman, lekin biroz o'xshashlik bor bu yerda. Shu odamni ichindirdi. Men endi bu yil 10-oyda Dünya Qurultayiniki 8-qurultay ichilib, Dünya Qurultayiga yangidan rahbarlik guruhi saylandi. Dolqun elimizning o'rniga xuddi Dolqundek talantliq, pidakorlik ro'yi bor. Ondan eg'ir badallarni to'lagan millat uchun shunday bir kishini chiqib Dünya Uyg'ur Qurultayining burunidaqlam yetaklab yoki undan yaxshi yetaklab menishini mingishiga tilakdoshlik bildiraman. Hozir endi chet elda Uyg'urlar to'g'riliq ikki cho'ng tema bor. Uniki birisi vatanga berib kelish ishlari. Bu yerdan ko'p paralar bo'yotdi. Men bu to'g'riliq ko'p ishni boshqa ko'p bir narsa deyish planim yo'q. Endi chet eldagi nurg'un Uyg'urlar vatandagi xalq to'lagan badal, vatandagi xalq bergan qurbonlik, vatandagi xalq tortgan ziyon, shuniki shu asosda chet elda siyosiy panoh tilab, chet elda qilib yashash imkoniyatiga erishgan. Yaqinqi yillarda Xitoy Uyg'urlardan irqiy qirg'inchilik ifoda hozir qildigan ishlar asosan qilib cho'ng planlarini tugatib bo'ldi bular. Tugatib bo'lgandan keyin yaqinqi bir nechilandi. O'zining shu jinoiy ishlarini yushirish xalqaradan ko'zni bo'yash hech qanday ish bo'lmaganda ko'rinishga qarab tirishib nurg'ishlarni qildi Xitoy.
lekin ancha muvaffaqiyatli bo'lamidi bu ishda. Shunga hozir endi Xitoy bu ishni, bu tashviqot ishini, dunyoni aldash ishini Uyg'urlar orqali qilish taktikasiga o'tdi hozir. Gerçi kişiler anca dikkat kılmasımı yakında tuyuksuzlamken bir kısım kişilerin vatanga berip kelişiga yol koyulup kılışı muştaq iş bilan münasebetlik. Endi hozir vatanga berip kelayotgan kishilarniki ko'pinchisi chet elda siyosatchilar aralashmagan kishilar ko'pinchisi shundoq. Siyosat aralashganlarga birisi viz bermaydi, kim bersimi vatanga berishdan qo'rqadi. Endi hozirgidek mushtaq bir ishning shakllanishida Xitoyniki bir qism ularga viz beradigan mushtaq bir ahvolniki vujudga kelishida chet eldagi ular yapgan siyosiy faoliyatniki kuchi bo'lgandi. Chet el ilib berilgan Xitoyning abdibashirsini ichib, Xitoyning haqiqiy qiyofatini dunyoga ko'rsatib, mushtaq ishni qilganlik uchun Xitoylarning tashviqoti ishlamay, hozir taktikni qo'llanishga majbur bo'ldi. Endi ashta bo'g'ashqa bu vatanga berib kelayotganlarga meniki boshqa gapim yo'q. Mening deydigan birlam gapim, agar siz o'zingizni bir insof egasi, bir insofli inson, bir insofi bor inson deb hisoblasangiz, hech bo'lmagan chog'da chet elda mana siyosiy ishlar bilan shug'ullanayotgan kishilarga, tashkilotlarga iqtisodiyotni yordam qiling. Xuddi Uyg'ur Project fondiga o'xshash. Biz o'zimizniki vaqtni chiqaramiz, zehnni chiqaramiz, pulimizni chiqaramiz, ish qilamiz, mana shuni qilamiz. Ashta bo'g'ashqa siz bo'pti boshqa qilmasangizmi? Hozir iqtisodiyotni yordam berib qo'ying. Buni maxfiy qilsangiz bo'ladi. Uyg'ur Project fondiga yordam qilgan nurg'un kishilar vaqib kelayotgan, izchil turib kelayotgan. Ularniki bir qismi siyosatchilarga qatnashadiganlar, bir qismi qattiq qatnashmaydiganlar. Ular iqtisodiyotni yordam qilyotdi. Ularniki yordam qilganini faqat menlar bilaman. Masalan, Uyg'ur Project fondining ichida bu. Bu ishlar butunlay maxfiy tutildi. Men bu yerda deb qo'ymoqchi o'g'lim, bo'pti vatanga berib keling. Agar biroz vijdon azob tassangiz yoki o'zingiz bir insofli inson deb hisoblasangiz, mana Uyg'ur Project fondidagi o'rinlarga iqtisodiyotni yordam qiling, maxfiy holda. Siz qattiq oshkora olmaysiz. Ishni biz qilaylik. Biz vatanga borolmaymiz. Vatanga borolmaymiz, vatanniki qarindoshimiz men kelolmaydi. Biz shu yo'lni tanlagan, shu yo'lda meniveramiz, ammo siz o'zingizga qo'ldan kelganini qilsangiz bo'ladi. Men deb qo'ygan gapim shu ham bu vaqtda. Endi hozir Uyg'ur Project fondining gapini qilib qoldim. Buniki ba'zi ishlarni deb qo'yay. Bu yil 9-oyniki 21-22 kunlari İstanbul'da yana bir faoliyat o'tkazildi. İstanbul'da 20 leksiya 2024 degan faoliyat. Bu faoliyatni o'tgan yilmi qilgan. Shuniki davomi. Bu yil bu ish uchun hozir qadar 37 parcha maqola keldi. Ondan keyin 23 odam shu faoliyatda leksiya so'zlab turadigan bo'ldi. Biz o maqolalarni to'plab bir kitob qilib chiqaramiz. O'tgan yil ma'ni chiqargandik. Xil nurg'unlarga bor bu kitob. Davr va biz degan kitob. Bu xat ta'tir chiqib qoldi ekan, menga kechiringlar. Bu kitobni biz nimada haqsiz taqatdik. Shu leksiyada kelganlarga haqsiz taqatdik. Keyin dünya Uyg'ur Project'niki yig'illardimi ancha bir qismlarga taqib berdim men. Haqsiz taqib berdim. Bu ishni bu yilmi qilmoqchi. Bu yilmi bu nima yaparmiz? Leksiyani yaparmiz, kitobni chiqaramiz. Kitobniki muqovasimi hozir laylanib bo'ldi. Bu yilniki mana chiqadi. Laylanib bo'ldi. Andan keyin yig'inning logosini bitib bo'ldi. Bu yil bu bir kitobni shu leksiyaga kelgan qarindoshlarga bir kitobni haqsiz taqatgandan boshqa Kanadadagi singlimiz Gulshan Abduqodirniki 3 kitobini nashr qilib 100 donadan shu yig'in leksiyaga kelganlarga haqsiz taqib bermoqchi. Ehtimol kitob 21-yillar tushdan burungi leksiya vaqtida tugab bo'lishi mumkin. Nima qilsanglar 100 doldan bostirmoqchi. Iqtisodiy sababdan endi chiqim bo'lg'achqa
chiqimdagi yerimini Gulshan singilimiz o'zi chiqarmoqchi. Yerim Uyg'ur projekt fondi chiqarmoqchi qilib 3 kitobni bostirib shu yerda ularni maqsad taqatmoqchi. Shunga agar mashlarga birdan evalay desanglar 9 yana 21 kuni tushdan burun liseyaga kelsanglar bo'ladi. Men yana liseyaga yiqilashgan sari sizlarga bu vaqtda yana boshqa usullarni beraman. Uyg'urlar haqidagi xabarning davomi yaqinda vatan haqida kelayotgan videoniki yana bir xili tavuz, qo'g'on, shaptol bularni haqsiz taqib o'tish, tavuz qo'g'onlarni mashinalarga besib, shaharlarga kirib, kishilarga haqsiz berayotgan videolar chiqdi. Shaptollarni bichar dehqonlar buzilib ketayotganligiga qarab echinib, perişan bo'lib, shuni video ishlab kishilarga kelib, shaptolni yevilinglar, bunday buzilib tugab ketmasin deb yig'lab turib, mana bir onaniki Açta kalan videosunu koydum. Endi nim bo'ldi? Bu bizim vatanda burun buni açta bo'lmaydi o. Nimishqi bu yil bu yemishni yeydiganmi adam chiqmadi degan bir savol bor bu yerda. Men izildab kelyapman. Hozir bizniki nupsiyatda bo'lgan ziyon intayin ig'ir. Mening o'zimning mo'lcharicha turma lagerlarda va ichkiriga ketib o'ldirilgan va o'lib ketgan Uyg'urlarning soni 5 milliondan oshishi mumkin. Bu gaplarni xalqaro ochiq qilolmaydi, isbotini nima deb turib oladi. Lekin vatanning ahvoli qarasa, mushta ahvoli qarasa, bu Uyg'urlar nakatdi, bu nupus nakatdi. Nupusga nima bo'ldi? Qani bu odamlar degan savol bor. Shunga mening o'zimning mo'lcharicha biz tatgan ziyon intayin ig'ir hozir. Ammo xalqaroda bu jihatdagi ishlarni degandek xalqaroga e'tirof qildirolmayapmiz. Qo'g'on tavuz shoplarni yeydigan odam yo'q. Shunga buzib ketayotgan gap. Mening o'zimniki yakunish. Yaqinda yana vatandan chiqayotgan yana bir videoda nurg'un Uyg'urlar o'ziniki to'y qilganligini 20, 30, 40 yillarni tabriklab faoliyat qilgan ko'rinishda chiqdi. Bu Uyg'urlarniki kiyib olgan kiyimi Xitoyniki hozir qilich kiymaydigan, burun kiygan, qizil to'y qilganchalarda kiyadigan, qizil raqtlari tikilgan, qizil gullar tikilgan kiyimlar. İntayin echinishlik. Uyg'urlarniki shunday esil madaniyatimiz vardı. 49-50 yillarda bizning madaniyatimiz Xitoynikidan jiq ustun turdi. Hozir endi mushtaqil kun qilib qoldik. Endi vatanda hozirmi har kuni yuzlagan qizlar Xitoy saqchilariniki bosqinchilikka uchrayotadi. Turma lagerlarda. Minglagan qizlar her ayda, her yılda Xitoylarga tigib, Xitoyga xotin bo'lishga majburlanayotadi. Yine minglagan qizlar her yılda Xitoy o'lkalariga berib, fahishxonalarda ishlab, fahisha bo'lib, Xitoyning ostiga yetib, badanini setib, jon boqishga majburlanayotadi. Hozir qancha odam mushundaq ashu qizlar ustida aşı qizlar uchun gap qilyotadi. Aşı qizlar uchun gap qilayotgan kishilarning soni Dolqin haqida gap qilayotganlar ko'pmi? Bu ish Uyg'urlarni o'ylanish kerak. Tunigun oldingi kun chiqqan yana bir xabar Amerikadagi merhuma anamız Tören Paşa apa 2024 yılı 8 günü ötken saat 9'dan 6 ötkende vefat oldu. Bu yıl 95 yaş. Bu anamız intayin millet suyer bir kaysar anıtı. Washington etrafında boğan hiç kandak siyasi faaliyetten kanmaydıgan ta ki yakınki yıllargaçılık. Açtak bir kaysar vatanperver anımızda bizni ağırlıptı. Yoldaşı Edhem dadımız neçin aldı tüyep ketken. Bu işgelen vakakatını vefat olup ketdi.
Endi Xitoyning xabari, hozir Xitoy haqidagi eng chong xabar shu Shi Jinping degan jallatniki salomatligi haqida bo'lyotdi. O'tgangi videoda sizlarga degandim, Xitoyniki 7-nchi nima Xitoyning 20-qurultay 3-umumiy yig'inida o'tgan oyda ochilgan. Shuning o'tirisida Shi Jinpingga bir cho'ng ish bo'ldi deb. Cho'ng ish bo'lib, shu to'g'riliq gap so'zlar hozirmi to'xtamay orqa-orqadan chiqyotdi. Yig'in jarayonida uni men qon tomiri yelib ketish kesilibdi degan gap bo'lgan. Undan keyin buniki biroz variantlari chiqdi yana. Chiqqan yangi bir varianti Shi Jinpingniki oilasida ruhiy kasal bo'lish tarixi bor ekan bularniki. Uniki bovisi ruhiy kasal bo'lib 43 yoshda tugab ketgan ekan. Dadasi Shi Yunshin umrining oxirida medeniyetni qiladi kurashga tortilib nurg'un qiyin ahvollarga yo'liqqan. Shu vaqtlarda oxirida shu ruhiy kasal bo'lib tugab ketdi ekan degan gap bor. Shunga Shi Jinpingning hozir ruhiy kasal bo'lib qolibdi degan gap bor. Hozir endi yaqinda Xitoy davlat ichida bo'lgan bir cho'ng o'zgarish, burun butun televizor gazetlarni asosan Shi Jinping egallaydi Xitoyda. Hozir bu ishlar nihoyatda zo'r darajada o'zgarib ketdi. Shi Jinping ancha chiqmaydigan bo'lib qoldi bu gazetning bosh betlariga. Lekin bir qism Xitoy rahbarlari so'zlaganda bu yerlarda Shi Jinpingning burunqida tilgan masab qoldi. Endi mushtaq ishlar bo'lgandan keyin hozir endi Shi Jinpingda cho'qim bir masala chiqib to'slamakda degan gap hozir ko'p bo'lyapti Xitoy dunyosida endi. Shi Jinpingningki ikki bolliq do'sti Li Chang bilan Saychi bu ikkisi yaqinda o'stirilgan. Xitoy Kompartiya Markaziy Kompartiya komiteti siyosiy byurosiniki doimiy heyetida 7 kishi bor. Buniki ikkisiniki birisi Li Chang, yana birisi Saychi. Li Chang'nigini Xitoyniki boshbaqoni hozir endi. Hozir bu ikkisining o'tirishig'i biroz ziddiyat tushib, Saychi yanlam Shi Jinpingni jon tikib qo'g'dab, Li Chang bo'lsa yaqin qilgan nutqlarida Shi Jinpingniki yo'lini tutmay o'z oldiga boshqacha yo'l tutayotgan alomatlar bor. Mana ishlar ko'rilyapti. Andagi Xitoyda tunurgun yana bir gap taqlabdi. Hozir BDXda bir siyosiy byuro kengaytirilgan yig'ini ichida o'tibdi. Shu yerda Shi Jinping degan jallat o'ziniki Xitoy Kompartiya Markaziy komitetiniki sekretarligi, bosh sekretarligi bilan davlat harbiy komitetiniki raisligidan chiqib ketganligini, uningga o'rniga Deng Xuexiang degan Xitoyni bosh vazifaga qo'yganligi haqida gap taqilibdi tunugin. Deng Xuexiang majat kishilik Xitoy siyosiy byurosiniki doimiy heyetining birisi endi. Eng yosh Xitoy mushu 60-yilda tug'ilgan. Qolganlar ham qiyri endi. Mana gaplarni chiqyapti hozir. Buniki mustaqillik sabab salomatlik masalasi. Salomatlik tufaylidan Shi Jinping bu ishni davomlashtirmoqlik uchun bu ikki muhim vazifa endi. Shuni bu xizmat qilayotgan odamga qilsin deb boshqa qilibdi degan gaplar bor. Bularning hammasi hozircha cho'chak gaplar, jazmlashmadi. Xitoy bu jihatdagi xabarlarni intayin qattiq kontrol qilyotdi. Shunga Rossiyaliklarga hozircha aniq emas. Shunday bo'lsa-mu men anglagan gaplarni sizlarga bir deb qo'ydim. Endi agar Shi Jinping pat yaqinda o'lsa yoki işte ruhiy kasal bir narsa bo'lib o'zining vazifasini butunlay o'tayolmaydigan bir ahvol yuz bersa, qanday ahvol yuz berdi Xitoyda? Bizniki ko'nglimizga kelgan, darhol kelgan savol shu. Buniki ikki cho'ng ehtimolligi bor. Uning birisi Xitoydagi chirikchilik intayin og'ir bir darajada taraqqiy qilib hozir Xitoydagi biroz huquqi va kishilarniki hammasi bundan manfaatlangan bir ahvol shakllandi. Ashta boshqa garchi Shi Jinping degan jallat Xitoy hokimiyati ichida yo'qolsa-mu, qolgan hokimiyatning ustida turayotgan kishilar
Xitoyning hozirgi tuzumidagi o'zgarishni qat'iy xohlamaydi. Ular hozir tuzumni butun kuchi bilan, butun jini bilan qo'llaydi. Unda qilmasa, o'ziniki manfaatiga ta'sir etadi. Agar bu bir ehtimollik, ikkinchi bir ehtimollik, agar xalq qo'zg'alib ketsa, xalq qo'zg'alib burunqidek kentning boshlarini, ayning boshlarini tutib o'ltirib bu qildigan shunga Xitoy butun cho'ng parchalanadigan, cho'ng qarshi chiqadigan ishlar bo'lib qolsa, hozirgi hokimiyatniki o'zgarishga olib berishi mumkin. Bunda ishlar bo'lyotdi dunyoda, mayli birma bu vaqtda. Xitoyda bunda ishlar bo'lishi mumkin. Ashtaq bir mumkinchilik bor Xitoyda. Endi bu ishninki qaysi bo'ladi buni bilmaymiz. Agar bu ishninki ikkinchi ehtimolligi yuz berib qolsa, Uyg'urlarga bir cho'ng fursat keladi. Uyg'urlarniki mustaqil bo'lmizmi yoki mustaqil bo'lishga fursat keladi yoki Xitoyniki bir erkin demokratik tuzumga minishga bir fursat keladi endi. Buni endi bundan qo'llaymiz hozir bir narsa degil olmaydi. Ishqilib bu jihatdagi o'zgarishlar burunqi mo'ljaldan tiz bo'lyotdi hozir. Men burunqi mo'ljallarga qaraganda tezroq bo'lyotdi. Endi Xitoyniki iqtisodiy hozir intayin nachar, ishsizlik bek og'ir bo'libmi, Xitoyda hozir oliy maktabni bitirgan, aspirantni bitirgan o'quvchilar intayin qiynayotdi. Yaqinda chiqayotgan gaplarda mana shu oliy maktabni bitirgan, hatto aspirantlik unvoni bor, magistrlik unvoni bor o'quvchilarmi tomoq to'shiydigan, bu narsani to'shiydigan ishlarni qilib jon beqishga majbur bo'lyotdi degan gap bor. Shunda xizmatni topmoqmi bek tez. Ashta bir ahvol shakllandi deydi. Endi Xitoyda 2 kun oldida yana bir cho'ng ish oshkorlandi. Bu qanday ish desanglar, Shanxi, Sichuan, Guangxi qatorliq o'lkalardagi dori shirkatlari o'lgan jasadlarni setib nihoyatda nurg'un kirim topgan Aştaq bir xabar chiqib ketdi. Bularniki sotgan jasadlari 20 yosh bilan 60 yoshning oralig'ida, andikin kasal sababli emas, tabiiy o'lgan jasadlar ekan bu. Soni intayin ko'p, necha 10 ming jasadlar nurg'un pul tepdi. Buningga 75 odam chetishgan hozircha. 13 o'lka. Aştaq qilib cho'ng bir dilo oshkorlandi Xitoyda. Muşu dilo bilan birleşip yine oshkorlangan intayin insonlikni butunlay yo'qotgan ahvollar bor. Buni nima deyman, to'liq deyishkim odam deyishkidimi o'zini tortadigan ahvollar bo'lib odam go'shtini tomoq yeyishdek ahvollar bor. Andagi jasadlarni odamni o'lib ko'ydirishga kelgan vaqtida ularni hozir biz pek aldirashdan bir kun ichida xabar qilamiz deb qo'yib uydagilarni yandırib etib, keyin ularni 2 kundan ko'ydi to'xtab qo'liga birdan jasad qutisini tuqizib qo'yadigan. Shu orqali qildi bu ishni. Shunga ularning olgan qutisining ichidagi kul o'ziniki qarinishining kuli emas, endi nimaning kuli uni Xudo o'zi biladi. Ashtaqa ahvol. Undan keyin bir qismlar kulni olmaymiz deganlar bor ekan, ularni shu bitlarmikin boshqa bir taraf qilib, buni nima qildi ekan desanglar, jasadlarniki sunyaqlarida har xil o'sha odamniki sunyaqlarini operatsiya qilib yengillaydigan shunday biologiyalik materiallar ishlab chiqardi ekan buningda. Shuninglar buning qayerlarga ketdi degan savollar tug'ilib buning chetishlik nurg'un gaplar o'tirib chiqyapti. Masalan, Xitoyda 20 yillardan burunlamkin odamning chechida jonyo chiqaradigan ishni eg'ir ekanlik. Hozir endi mushkaplarni o'tirib chiqib ketdi. Shunga Xitoyninki jonyosini ichadigan qarindoshlar o'ynab ish qilinglar. Men yetishmay qoldim, bo'lmasam bir qism videolardan chiqarib qo'ymoqchidim men Facebook'ga. Mushsada oshkorlangan ishlar. Hozir yaqinda haqiqatan chiqyapti bular. Ajoyib, ichinishlik. Bu xabarlar xalqaro chiqyapti. Xalqaro chiqyapti. Xalqaro chiqqan yana bir xabar 2004 yildan boshlab
o'zining ichki a'zolari ilingan bir Xitoy, uning ismi Cheng Peimin degan bir Xitoy. Amerikaga qochib chiqibdi yaqinda. Uniki jigiri o'pkisining parchalari yo'q ekan Xitoylar. Evagan ekan. Uni turmuqsilab, uftur chiqib, ichki a'zosining bir parchasini evilib, yeni turmuqsilab ashta qolgan echinish ahvollar bor ekan. Bu Xitoy hozir bu hikoyalarni sirq so'zlayotdi. Endi mush ikki cho'ng ishdan hozir Uyg'urlarning davosini yana bir palla ko'tarish fursati keldi. Bu nima fursat desanglar, menga burun kelgan ma'lumotlarda Xitoy o'lkalariga o'tkazilgan Uyg'urlarning soni 2 milliondan oshadi. Men buni izchil deb keldim. Mushu ishga ketgan Uyg'urlar biologiyalik qurol taraqqiyoti uchun tajribaxonada ishlatildi. Ichki a'zolarini ilfat uchun ishlatildi. Ashun uchun akitildi deb bu gaplarni ko'p degan. Nima desanglar 2 million odam asosan nayda dindor 5 vaqt namoz o'qiydigan erlar, yosh erlar. 18 yoshdan 45 yoshlargacha o'sha odamdan chiqib ketgan bola. Ana maoshlar o'tirib chiqyotdi. Mush ishlarimi, ash Uyg'urlarmi cho'qim nurg'ular ishlarga yemak bo'lib ketdi. Endi Xitoyniki chiqqan mashlarni birlashtirib, Uyg'urlarning hozir nupsiniki intayin ko'p qismi yo'qolib ketganligini. Xi Jinpingning plani 3dan 1 qismini o'ldirish, 3dan 1 qismini sulash, 3dan 1 qismini mashina odamga aylantirib qo'yish ekanligini, buni az qilganligini, Uyg'urlar yo'qolib ketganligini, 5 millionda Uyg'urlarning yo'qligini o'tirib chiqish kerak hozir. Uyg'urlarning ichki a'zolari setilgan bu jatdagi xabarlar burun chiqqan. Hozir ma'nolarga birlashtirib o'tirib chiqsa, g'arb biroz qoyil bo'ladi. Biz ancha qoyil qilolmagan. Masalan, men bu gaplarni nurg'un yerlarda so'zladim, leksiyada so'zladim. Meni intervyu qilgan chog'da suhbat o'tkazgan vaqtida dedim bu gaplarni, lekin kishilar ancha ishonmaydi bu gaplarga. Menga kelgan xabar ishonchlik, lekin isbot yo'q. Ashta bu boshqa buni aqtirolmadik. Hozir taqattiq qo'yishlar uchun zehnini vaqtini isrof qilayotgan qarindoshlar maoshga atlanib, shu Uyg'urlarniki davosini yana bir palla yuqoriga ko'tarsak bo'ldi. O'zim bek aldirash bu kitparman, lekin tutib kitparman, mashafalarni ko'rgandan keyin. Uyg'urlarnikini ishini achchiq bo'ldi demishlari deb. Masalan, abaki jasad setish ishi bilan maosh, mush gaplar chiqqan vaqtida Uyg'urlarning gapi ancha chiqmayotdi. As chiqish kerakdi. Yaqinda chiqqan yana bir xabar 2006-yilda Amerikada Xujao fondi jamiyati deb bir jamiyat qurilgan ekan. Bu yerga Xu degani Xuyaobangniki familiyasi, Zhao degani Zhao Ziyangniki familiyasi. Ayni vaqtda 89-yilda Xuyaobang Xitoy Kompartiya Markaziy komitetining bosh sekretari, Zhao Ziyang bo'lsa boshbaqanisi. Bu ikkisi Uyg'urlar o'quvchilar harakatlarini biroz qo'llagan, eslash qilgan bu ishlarga. Mushkalamning nomida qurilgan bir fond jamiyati bor ekan. Uni qurgan Xitoy Wang Shujun degan Xitoy bo'lib 75 yosh hozir. U yaqinda qo'lga olinib Amerikada 4 xil jinoyat bilan sulandi bu. Uniki 4 xil jinoyatini rasmiy e'tirof qildi. Ashna qilib sulandi. Bu Xitoyniki 4 xil jinoyatning ichida birinchisi masalaga rasmni ko'rsatib qo'yaman. Mana shu o'ttirdagi Xitoy, qolgan 4 Xitoy buniki Xitoy davlat ichidagi saqchi o'rinda ishlaydigan Xitoy bilan boshqa Xitoy bilan hamkorlashib ishib bo'lgan Xitoylar ekan. O'ttirdagisi Wang degan Xitoy shu. Bularniki hozirgi Amerika rasmiy jazmlashtirgan birinchi jinoyati oldingi 15 yil jarayonida Xitoy saqchi o'rinlarining o'rinlashtirishida chet eldagi demokratik harakat Falun Gong, Hong Kong, Sharq Turkiston, Tibet, Tayvanga oid va shu chet elda shu
davlat va rayonlardagi siyosiy faoliyat etayotgan kishilar haqidagi uchurlarni to'plab Xitoyga mangdigan. Bunun ichida Uyg'urlarmi bor. Demak, buniki bu nayt cho'ng fondi jamiyat ekan Amerikada. Har yili nurg'un faoliyatlarni qilib, Xitoy demokratchilaridan nurg'un kishilar bu faoliyatlarga berib qatnashib kelayotgan ekan hozirga qadar. Amaliyotda bu organ Xitoyniki jas organ ekan. Müştak tutulup hozir jinoyatga jazmlashib müştak bir ish bo'ldi. Mening farzimcha mush Xitoy bilan hamkorlashgan Uyg'urlarmi bor Amerikada. Xudoyim ursa ularni pash bo'la. Hozircha bu xabarni olgandan keyin men biroz hayron qoldim. Mushundaq bir cho'ng tashkilot 2006 yildan buyon Amerikada dag'dug'liq faoliyatlarni olib berib, nurg'un kishilarniki tashkilotlardan uchurini to'plab Xitoyga mandirib turibdi. Bunun içinde Uyg'urlarmi bor. Buni bu vaqtda ko'proq o'shira egallayman desanglar, men bu fondi jamiyatining to'r betining adresini mush videoni ostiga chiqarib qo'yay, ko'p bo'lsanglar bo'ladi. Endi uchinchisi Amerika xabari. Xabarlarda bor, yaqinda Bayden Amerikaniki keyingi qitimliq prezidentlik saylovidan chekindi. Şunun bilan u hozir rasmiy bo'lmasa-mu, buning o'rniga hozirgi muavin rais Kamala Harris degan ayol chiqadigan bo'ldi. Demokratik partiyaniki ichidagi tandin to'la kishilar buni qo'lida hozir. Bu ayolniki prezidentlik kandidat bo'lganligi haqida jazmlashmaydi. U shu 8-yaniki 19-kundan 22-kunigacha Demokratik partiyaniki mamlakatlik qurultayi bor. Şu qurultayda jazmlashadi. Lekin hozir ikki jihatdan jazmlashib o'tirg'imi oshkorlanib chiqib bo'ldi. Shuning bilan bu ayol o'ziga munosib degan shtatniki shtat boshlig'i Tim Walz degan bir erni o'ziniki muavin prezidentlik kandidati qilib tanladi. Shuning bilan hozir nurg'un gaplar o'tirib chiqdi. Birisi Kamala Harrisniki inovati intayin to'van altın qatimliq saylamda olgan biletim bek az endi. Demokratik partiyadan chiqqan nomzodlarning ichida kandidatlarning ichidagi eng oz numar olgan bir ayol. Andiki nayt ig'ir ishlar bu ayolniki. Bu ayol asosan o'zi ayol bo'lgan uchun o'sadigan ayol nima qilasanglar. Buningdan xil yillar burun, 20 yillar burun bu ayol Kaliforniya San Francisco shahriniki bir shahar boshlig'i var, Brown degan qartallik odam. Bu adam 60 yaşga kirgan vaqtda da o Kamala Harris 30 yaşkandiq. Bu ikkisi oshna o'ynagan shu vaqtning o'zida. Brown degan adam ayoldan ajrashmabdi ekan, lekin ayrilib ketdi ekan, ayrim yashaydi ekan. Shu vaqtda Kamala Harris shu odamniki oshnasi bo'lib oshna qilib yurib, buniki ustida ishlar biroz rol o'ynagan ayni vaqtda. Keyin Kaliforniya ichida o'sib, senator bo'lib, undan keyin hozir keldi. Mustaq bir mehnat qiliq ishlar bor qilib qo'yganiki. Endi bu Walls degan odamniki biroz orqa ko'rinishida bu adam 89-90 yillari Xitoyga berib 1,5 yildak egizcha ingliz tili o'qituvchisi bo'lib ekan Xitoydagi bir o'rta maktabda. Qarab boqaya. Ama yani ismini men yozib olgandim, hozir topolmayapman. Chiqib Xitoyda 1,5 yildak o'qituvchi bo'lib ekan, undan keyin Amerikaga qaytib kelgandan keyin Amerikada yana bir o'zi bir ayol bilan birlashib bir organ qurib, amerikalik o'quvchilarni Xitoyga olib ekskursiya qildiradigan yoki bir necha oy o'qitib keladigan ashtalarni qilib ekan endi. Xitoy bilan munosabati cho'ng ekan. Hozir buniki birisi deydi, bu Xitoy bilan tushundi deydi, yana birisi deydi, Xitoyga balkim mayil, Xitoyga amroq bu odam davotidi. Hozir bir qism do'stlarimniki tekshirishicha bu odamniki Uyg'ur to'g'riliq topaqan bir og'iz gapini topolmadik qilib, topolmadim do'stlarim. Mening o'zimniki izlashga vaqtim yetmadi. Mush odamni muavin rais qilib tanladi. Muavin rais kandidat qilib rasmini ko'rsatib qo'yay. Şuna işler acayip iş qilib bu Amerika'nınki siyasetida adamni xo'shal qiladigan ishlar yo'q.
men xabarni ko'raman har kunisi hozirmi. Lekin shunchalik parishonlik ichida ko'raman. Nimishqa deganchada odam o'zini xushal qilgan bir narsa topib olmaydi. Ashna xosimi, muhimchilarni sizlarga yetkazay deb meni har kun ko'ryapman. Andi ma'u Wallace degan odamniki bir qiliqlarini, ozoq qiliqlarini deb beray. Ehtimol sen xabaringlarda bor. 2020-yili Amerikada bir qartalikni bir aqtalik saqchi tutgan vaqtida yagi besib, ashna qilib o saqchi o qartalik o'lib qolib, shuningdan cho'ng qahramon bo'lib ketdi. O qartalik saqchi o qartalik kishi burun nechqatim turmalarga kirib yetib chiqqan. Endi shu qatimki vaqadami saqchiniki gapini anglamay, saqchi tutib qo'lga qo'y solmasa unumay ashla chelishib yurib, ashna qilib yurib, saqchi ostida besib edib, shuningdan o'lib qolgan bu odam. O'lib qolib, shuningdan bu bir qartalik qahramon bo'lib, uning haykallari tikilib, ashla bo'lib ketdi. Mush bo'lgan shtat, shu Wallace'ning shtati, Minnesota degan shtat. Shu shtati bo'lgan endi. Ondan keyin Trump ayni vaqtda prezident vaqtida Meksika bilan Amerikaniki chegarasiga tam yasayman deb tam solman degan vaqtida bu odam men Amerika bilan Meksikadan chegarasiga bir shut yasaydigan zavod yasab, shut yasab Meksikaliklarga haqsiz taqib berman deb ashla gaplarni debdiki. Shunga ba'zilar deydi, bu odam Kamala Harrisga timi bakroq solchi deydi. Nayt solchi odam. Endi shunga o'tganda men degandek nurg'un kishilar bola utib chiqolmaydi deb aytadi, lekin nima ish olib ketadi hech qanday uqilolmaydi hozircha. Endi 4-mazmun bo'lgan deydigan xalqaro ikki cho'ng voqea bo'ldi yaqinda. Uniki birisi Venezuela davlatida prezidentlik saylan bo'lib, burungi prezidentisi Nicolas Maduro degan odam tushib ketib, uning iziga Edmundo Gonzales degan bir odam chiqdi. Bu yerdagi voqea nima desanglar, burungi prezidentmi xuddi Xi Jinping o'xshash qonunlarni o'zgartirib 3 qatim prezident bo'lgan odam, taxtdan tushgan diktator. Bu odam bu qatim saylamda garchi asosan bilatni intan oz olgan bo'lsa-mu, yolg'onchilik qilib nurg'un taktik ishlatib, o'zi men bilatning 51% menga keldi deb e'lon qilib, shundan xalq qo'zg'alib ketib, ashta bo'lib ketib, shundan oxiri bu odamni tushirib iziga Edmundo Gonzales degan odam chiqdi. Bu odamni hali yaxshi deydi. Mana bir voqea bo'ldi. Diktatordan birisi tushdi. Venezuela degan davlatda bu diktatorchimiz Xi Jinping bilan yaqin do'st ayni vaqtda. Bu chiqib ketdi. Mana bir voqea bo'ldi. Ondan keyin bo'lgan yana bir voqea Bengalniki boshbaqoni Sheikh Hasina deydi. U 5 qatimdek boshbaqon bo'lgan ayol ekan. Avlodi dadasidan tortib shu davlatni boshqarib kelgan, o'ziga qilib qilib bu davlatni boshqarib tushkunmay 5 qatimdek bo'lib ekan hozir. O'tgan oyda Xitoyga berib Xi Jinping bilan ko'rishib, yalishib deganda kelgan bu ayol. Bu ayolmi bu qatim yana tushmayman deb ashta bo'lib, lekin o'quvchilar qo'zg'alib ketib Bengalda nurg'un qo'zg'olonlar bo'lib ketib, shuni bu ayol qochdi chet eliga. Qochib hozir Bengalniki harbiy qo'mondoni boshqaryapti davlatni, harbiylar boshqaryapti. Endi bu yerniki bu ishdagi muhimligi nima desanglar, agar Xitoyda bir ish yuz berdi desak, mana o'sha ish yuz berish mumkin. Shunki oldin Alloh ko'rinishi bo'lishi mumkin degan paranglar chiq hozir. Mushkil cho'ng voqea bor. Bu vaqtda qiziqsanlarni ko'proq o'zingizni bossanlar bo'ladi deb qo'ydim. Endi bugungi deydigan oxirgi mazmun men shu yaqinda shu video chiqarib YouTube'larga qo'yib qo'yapman. Endi har qatimliq videoning ostiga O'rta Osiyodagi ba'zi qarindoshlar fikr yozyapti, taklif yozyapti. U nima desanglar, Sharq Turkiston demay Uyg'uriston danglar, nimishqa Sharq Turkiston deysizlar deb har qatimda bor bu gap. Men bugun ozroq izohat berib qo'yay.
Ben Amerikaga 88-yilda kelgan. Hozir 36 yil bo'ldi. Men Amerikaga kelgan vaqtimda chet elda Uyg'ur degan nomni tilga oladigan odam yo'q ekandik. Uyg'urlar olmay ekandik, chet ellar olmay ekandik. Shu chog'da Turkiyada Uyg'urlar ko'proq ekan. Ama ular işletken söz Şarkı Türkistanlıklar deplamken işletilirken qat'iy Uyg'ur degan gap yo'q. Amerikaga kelib bir qatim katta necha bo'lganda bir Amerikalik tunishim uyga mehmon chaqiribdi ekan, meni chaqirdi. Ashyaga berib Uyg'ur degan gapni ko'p ishlatdim bu yerda. Butun vujudim Uyg'urga qaplanib ketgan bo'lgandan keyin parang qilsam shu Uyg'ur degan gap ko'p chiqdi endi. Aşağıda desem bir Amerika Türk etip Uygur degen neymi o? Bu yediğen nesi mi, kiydiğen nesi mi degendi. Ben çocuğum ketken bu gapni anlap. Uygur'unu hiç kim tuğanmay eken, şunu hiç kim bilmey eken. Aşağıda bir ahval var eken. Bu Türkiye'deki Uygurlar mı makale yazımı almay eken, söz yazımı almay eken, yok Uygur degen isim yok aşağıda eken. Ben şuna 95. yılı Çeteldeki Uygurlar bir hareket kozgağın. Vatanın namını Uyg'uriston deb atash to'g'riliq. Ikki cho'ngga bo'lingan, ikki cho'ng guruhga bo'linib ketdik shu chog'da. Men Uyg'uriston degan nomni tashabbus qiluvchiniki oldidagi kishidim shu chog'da. Shu vaqtda G'ashir Vohidi ustozimizniki bir maqolasi chiqdi Qirg'iziston ittifoq gazetiga. Uyg'uristonmi yoki Sharq Turkistonmi deb Uyg'urcha. Men uni inglizchaga tarjima qilib, uni to'rbetga chiqarib qo'ygan. O torbetede hazır mı var? Benim torbetimde. Uygurçası, İngilizcesi var. Uyg'uriston mı, Sharq Turkiston mı deb. Shu vaqtlarda aşağı bir harekatni qo'zg'agan men. Elqidek Uyg'ur degan nomni dunyo o'qimaydigan bir ahvolni o'zgartaylik deb. Lekin Xitoy cho'ng qirg'inchilik boshlashdan burun Sharq Turkiston degan nomni xalqaralashtirib o'tdi. Sharq Turkistonchilar, Sharq Turkistonlik bo'lgunchilar, Sharq Turkistonlik terroristlar degan gaplarni to'lishiltib, xalqaralashtirib qo'ydi bu gapni. Aşağı bu başqa biz aş fırsatını paylanaylik deb chetdagi Uyg'ur faoliyatchilarimiz shu Sharq Turkiston degan nomni qo'llanishni qaror qilib, ishlarni shu bo'yicha yapmoqdi. Bu aqllarni tadbir. Aşağı bu başqa men bu boshqa gap qilmadim. Men shuni to'g'ri shuni ishlab kelyapman. Endi hozir bizniki davlatniki Sharq bizim vatanimiz ozod bo'lganda uni nindab ataymiz, buni bekitidigan vaqt emas hozir. Vatanda nemimiz qoldi? Biz qanday bir holatda ma'noga diqqat qilsak bo'ladi. Agar biz vatanni ozod qila olsak, vatanimiz ozod bo'lib qolsa, keyin davlatimizning nomini Sharq Turkiston demdik, Uyg'uriston demdik, Uyg'uriya demdik. Buni butun xalq billat tashlash orqali bekitkili bo'ladi. Shuna bekitish kerak buni. Uni ikki to'xtaq adam bekitigan ish emas bu. Undan keyin hozir vaqt emas. Shuna bunday gaplarni bundan menga demasanglar, YouTube'da asli bundan narsa yozmasanglar. Men qalbimdan tushunaman. Ayni vaqtida ashtalarni qilgan. Men Uyg'uriston degan nomniki eng birinchi darajada tashabbuskor edim. Lekin hozir bu ishning zaruriyati yo'q. Hozirgi biz qilgan muhim ish abatman degandek vatandagi izlayotgan xalqni qutqizish. O'lib ketayotganlarni azaytish. Xalqni qutqizib qilish oldi bilan. Ma eng muhim. O vatanning nomi to'g'riliq hozircha hech qanday bas munozara bo'lishining hojati yo'q, vaqt emas. Men shu bu gapni bir deb qo'ydim. Eng oxirida deb qo'ygan bir gap men bu tarixning saboqlari degan bir kitobni uyg'urlashtirib maqol qilib yozib kelayotgan bir mezgil bo'ldi. Yaqinda buniki 6-chi qismini chiqardim. Axloq, din va tarix degan qismini chiqardim. Bu hozir Facebookda bor, YouTube'da bor. Najjiq kishilar anlaydi buni. Facebookda mumkin 1700 dakika berib tikatini qarasam. Bir anlab yaqinlar. Aqilona kishilar boshqalarning gapiga asosida ishonmaydi. Izlanib, ishonchlik manbalarni tepib, shu orqali o'zini ishondirdi. Undan burun u yerda bu yerda bo'lgan gaplarga ishim ketmaydi. Endi
hamma qarindoshlarniki nihoyatda tafsil izlanib, shu diniy sohada o'zida bir mukammal bilim hosil qilish, tushuncha hosil qilish imkoniyatiga ega emas. Shunga men bu shu narsalarni ota qarindoshlar biroz yordam bo'lsin deb yozib chiqdim. Bir anglab qo'yinglar. Buniki ovozliq nusxasi bor. Facebookda, YouTube'da bir anglab qo'yinglar. Anglab qo'yinglar. Tarix insonlarniki yozma tarixi dinga qanday qaraydi ekan, qanday yakun chiqiribdi din haqida. Bir anglab qo'yinglar. Nihoyatda jiq bilim kirishsizlar. Ondan keyin nemishqa bugungi kunda xristianlar o'zining cherkovsini Uyg'ur musulmonlarga setib turadi. Buni tushunalaysizlar, sababini. Shunga bir anglab qo'yinglar. Men nihoyatda ko'p ajr singdirib qildim bu ishlarni. Xalqni tarbiyalash uchun. Shu anglab qo'yinglar foydasi bor. Shuni bir deb qo'ydim. Bunu da bilgansa uzrab ketdi. Men o'qiman, bu mazmun baxchiq bo'lganligi uchun kechiringlar. Kelar qatim ko'rishcha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.